g'or egasi bo'lgan 3 kishining qissasi. Bu hadis Imom Buxoriyning sahihlaridan keltiriladi. Abdulloh ibn Umar ibn Xattob roziyallohu anhu molardan. Alloh rozi bo'lsin kishilardan. Abdulloh ibn Umar aytadilar: "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman." Rasululloh hikoya qiladilar. Sizlardan avvalgi ummat kishilarining ichida 3 tasi yo'lga tushdi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sahratu min al-jabal fasaddat alayhimul ghar." Sizlardan avvalgi ummat kishilaridan 3 tasi yo'lga tushdilar. Tunashlik uchun bir g'orga kirishdi. Tog'ning ustidan bir tosh qimirlab tushdi-da, g'orni og'zini to'sib qo'ydi. 3 kishi g'orning ichida qolib ketishdi. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sahrati illa an tad'ulloha bi solihi a'malikum. Ular bir-birlariga qarab, sizlarni bu toshdan qilgan solih amallaringizni o'rtaga qo'yib, Alloh azza va jallaga duo qilishingizdan boshqa narsa qutqarmaydi. Savobli amallarni eslanglar, Alloh uchun qilgan bo'lsanglar, shuni o'rtaga qo'yib Allohdan duo qilib so'ranglar, shundan boshqa narsa sizlarni qutqarmaydi. Haqiqatan Allohdan boshqaga yig'laydigan holat emas. Allohdan boshqadan umid yo'q. Biror inson ularni kirganini bilmaydi, biror inson ularga yordamga kelmaydi. Faqala rajulun minhum Allohumma kana li abawan shaykhan kabiran va kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan va la mala. Ulardan biri Alloh uchun xolis qilgan ishini eslab aytadi: "Meni yoshi ulug' ota-onam bor edi. Men ularga kechki taomni bermasimdan avval na oilam, farzandlarimga ham bermas edim, na hayvonlarim, chorvalarimga ham qaramas edim." Ya'ni shunday bir ota-onasiga birrul voilidayinda bir chiroyli bo'lib turgan kishi shu ishni aytib beryapti. Ota-onamni qornini to'g'izmay turib, bola chaqamga ham qaramas edim, hayvonlarimga ham qaramas edim. Kunlarning birida bir narsani talabida yurib, kech qoldim. Ular uxlab qolganlarida keldim. Kelib, ana shu hayvonini sog'ib, sutini olib, ota-onasining oldiga olib keldi. U kishi aytadi: "Ularga mana shu sutni berishlikdan avval oila a'zolarimga taom berishini xohlamadim. Qo'limda idishim bilan, qo'limdagi sut bilan ularni uyg'onishini kutdim. Tong otgunga qadar. Tong otdi, ular uyg'onishdi, ichdi. Endi mana shu odam duo qilyapti. Parvardigor, agar men bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin" dedi. Alloh taolo bu kishining duosini ijobat qildi. Tosh bir oz jildi, ammo chiqib ketisha olmaydi. So'ngra ikkinchisi aytdi. Qola Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qolal oxir Allohumma kanat li bintu ammin kanat ahabbun nasi ilayya. Payg'ambarimiz davom ettirib aytadilar, ana shu g'ordagi 3 kishini ikkinchisi gapirdi. Meni amakimning bir qizi bor edi. U men uchun odamlarning eng sevimlisi edi. Juda yaxshi ko'rar ekan qattiq. U bilan yolg'iz qolishni xohlar edim. U esa bosh tortar edi. Mana shunday holda yillar o'tdi. Kunlarning birida u ana shu qiz meni oldimga keldi. Menga o'zidan imkon berishi uchun unga 120 dinor oltin berdim. 120 dinor oltin berdim, menga o'zidan imkon berishi uchun. U rozi bo'ldi. Pulni berdi, u rozi bo'ldi. Uning ustida unga qodir bo'lgan vaqtimda u menga qarab, "O'zlikni haqqini ado qilmaguningcha senga halol bo'lmayman" dedi. Ya'ni Allohdan qo'rqin dedi. Nikohlanmaguningcha halol bo'lmayman men senga dedi. Unga qodir bo'lib turgan holimda, men uchun u eng suyukli kishi bo'lib turgan holimda uni tark qildim, uzoqlashdim. Unga bergan oltinlarni tark qildim. Parvardigor, agar bu ishni, bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin dedi.
Tosh yana bir oz surildi, ochildi, ammo chiqib ketishlikka imkoniyati yo'q. E'tibor bering, ikkalasi qilgan savobli amalini xolis Alloh uchun qilganligini isbotini Allohdan so'rab, xolis qilgan bo'lsak, toshni jildirib berganda xolis qilishgan ekan. Tosh surildi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qala al-thalithu Allohumma inni istajartu ujara fa a'taytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu. Ularning uchinchisi shunday dedi. Men ishchilarni yollab ishlatar edim, ishlarni bitirgandan keyin xizmat haqlarini berar edim. Faqat bir kishi ishlab pulini olmasdan ketdi. Men uni haqqini tijoratga kirgizdim, aylantirib ko'paytirdim. Ya'ni qolib ketgan omonat pulni tashab qo'ymasdan bir chekkaga ishlatib olmasdan tijoratiga aralashtirdi-da, bir qancha vaqt o'tgandan keyin bu ozgina xizmat haqqi katta bir dunyo, katta bir boylikka aylandi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi ishlab haqqini olmay ketgan odam boyaga kishining oldiga kelib, "Ey Abdulloh, meni haqqimni ber" dedi. Men unga sen ko'rib turgan mana bu tuyalar, sigirlar, qo'ylar va qullar seniki dedim. U, "Ey Abdulloh, meni masala qilma" dedi. Men masala qilayotganim yo'q dedim. Bas u ularning hammasini olib, ulardan biror narsani qoldirmasdan haydab ketdi. Endi uchinchi odam mana shu amalini o'rtaga qo'yib Allohdan so'rayapti. Parvardigor, agar men bu amalni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin deb duo qildi. Tosh yana surildi, chiqib ketishga imkon bo'ldi, uchalasi chiqib ketdi. Mana bugun Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz, mana shu taravihga kelishligimiz, mana shu qiyomul laylarda turishligimiz, xatmi Qur'onlarga quloq solishligimizdan maqsad nima ekanligi, nima bo'lish kerakligini tushunib olaylik. Uchala odam Alloh uchun qilganida, Alloh uchun qilingan xolis amali nafaqat oxiratda mukofotini berdi, balki dunyoda ham samarasini ko'rdi. Shuning uchun Allohning roziligiga ko'zlab qilingan har bitta ish insonni ikki dunyoda saodatga yetaklaydi. Oddiy misol, zakot berasiz, Allohning roziligi uchun molingiz omonda, barakat bo'ladi. Ichidagi aralashib qo'ygan harom xarish bo'lsa tozalanib ketadi. Roza tutasiz Alloh uchun, salomat yurasiz va boshqa shunga o'xshagan amallar. Mana endi hadisdan olinadigan xulosalar. Alloh taoloni yengil kunimizda ko'proq eslasak, Alloh taoloni yengil, qulay, farovon kunlarimizda eslasak, Alloh azza va jalla siz bilan bizni qiylangan kunlarimizda eslaydi. Mana misol, uchalasi yengil, farovon, zo'r bo'lgan kunlarida Allohning hukmidan chiqmadi. Allohning itoatida turuvdi. Bularga yordam kerak bo'lganda, bular juda bir muhtoj bo'lgan paytda Alloh taoloning nusratiga Alloh yordam berdi. Musa alayhissalom 600 ming yahudiyni Misrdan olib chiqib ketib dengizga borib taqalganda Firavn ko'rindi. Hamma aytdi. Musa bilan bo'lgan hamma odam inna la mudrakun, bo'ldi yetib kelishdi. Qirilib ketamiz deganida kalla dedi. Inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Robbim men bilan dedi. Albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Alloh nima dedi? Asoyingiz bilan dengizni uring dedi. Dengizga urdi, dengiz yorildi. Ular kutmagan joydan Alloh taolo yengillik berdi. Birodarlar, yengil, sog'lom, cho'ntagimiz yaxshi bo'lib turgan, salomatligimiz zo'r bo'lib turgan tinch paytimizda Allohni esdan chiqarmaylik-da. Alloh bizni qiylangan kunimizda esdan chiqardi. Mana dalili. Uchalasini Alloh taolo qiylangan holida tashlab qo'ygani yo'q. Ikkinchidan, ota-onaga yaxshilik qilishlik ulug' ibodat, zinodan tiyishlik ulug' ibodat, omonatni egasiga berishlik ulug' ibodat. Shunga o'xshagan ibodatlarni qilib Alloh taologa duo qilishlik joizligi shundan ma'lum bo'ladi. Savobli ish qilib turib, orqasidan Allohdan bir mukofot so'rashlik mumkin ekan. Gunoh ma'siyat qilib turib unga baxt tilash, iyilik tilash emas. Harom harash o'shuncha, erkak aralashgan yalang'och o'shuncha, yana hali yangi qurilayotgan oilaga baxt tilab qo'yishadi. Bu yangi kema, hayot dengiziga tushiryapmiz, yangi oilani kemaga o'xshatamiz deyapti, o'zi kemani tagidan shunday teshib turib tushiryapti. Bu hech qachon bo'ladi, tilak bo'lmaydi.
Har safar aytaman, hozir ham aytib qo'yaman. 200 so'm bersam bo'ladimi domlaga deydi. Qayerda? Qayerda? Ko'p aytaman bu gapni, yana aytaman. 200 so'm bersam bo'ladimi domlaga deydi. Birodar, bitta limuzinga berganingizni yarmini bersangiz bo'ladi. Shuncha beradim domlaga. Yo'q, domlamga arzimaydi. O'zi domla kelmasa to'yim to'ymas edi. Asosiy ishni kim qilar edi? Ikkita harom odamni bir-biriga halol qiladigan kim edi? Menimcha shuchi, bu yerdan qirqib tashlayman. Shu 200 so'mlik nikoh bo'layotganim uchun ko'pachlashib ketyaptimi deyman-da. Endi bu sizlarga bir kuldirish uchun aytdim. Domla pul olmasam nikoh o'qib qo'ysa bo'laveradi. Faqat qavmni ana shu yoshlarni domlalarga bo'lgan munosabatini ko'rib qo'ying. Uyini shaytonga, fahshga, ma'siyatga to'ldiradiganlarga aytganini beradi. Domla jonivor kutib turadi 1 soat. Domla turib turing hozir deydi. Hali ishtonsilar qiljin-qiljin qilib bir-birini ajratadi, pulga ungacha domla kutib turadi. 200 so'm bersa bo'ladimi domla? Uchinchidan, inson yaxshi odamlar bilan hamsuhbat bo'lsa, doim yaxshilikka yo'lashadi. Yoningizdagi ulfatlaringiz yaxshi bo'lsa, boshingizga qiyin kun kelganda Allohga ishora qilishadi, Allohga yig'la deydi. Qiylangan paytingizda Allohni eslatadi, Allohga yig'la deydi. Mana bu uchala kishi yaxshi inson, solih bandalarida musibatga tushib qolgan paytda nima deydi? Endi birorta bir qilgan savob amallar bo'lsa, shuni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilishdan boshqa chora yo'q dedi. Kimga telefon qilsa ekan demayapti. Nima qilsa ekan demayapti. Kimni eslatishyapti bir-biriga? Boshiga musibat tushganda dindor odam, musulmon odamlarga faqat Allohga tavakkal qiling-da, Allohga duo qiling-da, Alloh o'zi biladi qana qilib hal qilishni deydi. Ibrohim alayhisalom o'tga g'itishganida kuydirish kerak bo'lgan o't Ibrohim alayhisalomni kuydirmadi. Chunki Jibril kelib, "Alaka haja ya Ibrohim" uchib ketyapti havoda, o'tga tushgan. "Ey Ibrohim, menga hojatingiz bormi?" desa, "Sizgami?" deyapti. Sizgami? Jibril birodarlar. Sizga hojatim yo'q. Ammo Parvardigorimga ehtiyojim bor. Ammo Robbimga aytishlikda hojati yo'q dedi. Kunna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'l. Demak, yaxshi odamlar bilan hamroh bo'lsak, yaxshi odamlar bilan birga bo'lsak, bizni faqat yaxshilikka qarab yetaylik. To'rtinchidan, ota-onaga qilingan yaxshilik, ukalar, xotin bola-chaqaga qilgan yaxshilikdan ko'ra savob ulug' bo'ladi. Chunki xotin bola-chaqa yoningizda, siz bilan, ota-ona g'animat. Ketgandan keyin voh qilib, yil qilib, ehson qilishdan ko'ra borida bitta telefon bilan xursand qilib qo'yish kerak. Qo'ng'iroq chalib. Borida ikkita nom bilan quruq borib bo'lsa ham yaxshi o'tiribsizmi deb ziyorat qilishlik, ularni rozi qilishlik kerak. Xotin bola-chaqaga qilgan ajr qilgan muruvvatimizdan topgan savobdan ko'ra ota-onaga qilingan savobda ajr ulug'ligi. 5-dan, agar amal xolis Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, faqat shundagina qabul qilinadi. Har qancha amal katta bo'lmasin, agar Alloh uchun bo'lmasa, boshqa narsalar ham aralashib qolsa niyatga, bu amal qabul bo'lmaydi. 6-dan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga undan ko'ra yaxshiroq narsani beradi. Boyagi yigit 120 dinar oltinni berib turib, Alloh uchun tark qildi zinoni. Alloh taolo undan ko'ra kattaroq xayriyatni berdi. Boyagi musibatdan qutqardi. 7-dan, omonatni ado qilishlikni savobi shunday ulug' bo'ladi. Alloh taolo mana shu kishining qilgan duosi tufayli toshni jildirdi. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ishlarimizda yolg'iz Alloh azza va jallani yuzini qasd qilib amal qilishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Sahih Buxoriyda keltiriladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "G'aza nabiyyun minal anbiya'i faqala liqawmihi." Bir nabiylardan bo'lgan bir nabiy, anbiyolardan biri o'zining qavmi bilan Alloh yo'lida g'azot qildi, o'zining qavmiga shunday dedi:
la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabin biha. Nikohlanib, ammo hali ayoliga yaqinlik qilmagan biron kishi ham wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa suqufaha, uy qurib hali tomini ko'tarmagan biron kishi ham wala ahadun ishtara g'anaman aw hilfatin wa huwa yantadiru wiladaha, va qo'y yoki tuya sotib olib uni tug'ilishini kutayotgan biron kishi ham menga ergashmasin. Ya'ni g'azotga chiqib ketar ekan bu payg'ambar, hadislarning sharhida keltiriladi, bu payg'ambar Yusha ibn Nun alayhissalom. Musa alayhissalomning vafotidan keyin Banu Isroilning ishini boshqargan payg'ambar Yusha ibn Nun. Baytul Maqdisni Amalik qabilalaridan qaytarib olishlik uchun Banu Isroilga jang qilib borganligi haqida mana shu hadis aytilinadi. Men bilan mana shu g'azotga ketayotganlarning ichida nikohlanib, lekin hali ayoli yaqinlik qilib ulgurmagan bo'lsa, bu odam erchimasin. Yana bir odam erchimasinki, uy solgan, bitkizmagan, tomini yopmagan. Bu odam ham menga erchimasin. Hamda bir odam erchimasinki, hayvon sotib olgan, bugun tug'adi, ertaga tug'adi deb kutib turibdi. Mana shu odam ham menga erchimasin dedi. Faghaza fadana min al-qaryati aw qariba min zalik. Ana shu nabiy jang qilib shaharga yaqinlashdi. Bu kishi yaqinlashgan paytda asr vaqti bo'lib qoldi. Mana Banu Isroilni shariatiga ko'ra ular juma kuni ishlaydi, shanba kuni biron bir ish qilmaydi. Shanba yahudlarning bayrami, dam olish kuni. Yahudlarning bayrami shanba kunidir. Endi bu jang qilib, g'alaba yaqin bo'lib, shaharni qo'lga kiritishga yaqin bo'lgan vaqt juma kunida asr vaqtida bo'ldi. Juma kuni asr vaqtiga borganda g'alaba ko'rinib qoldi. Agar kun botib ketadigan bo'lsa, shanba kirib qoladi. Bu yahudlar Banu Isroil jang qilmasdan to'xtashligi kerak. G'alaba ham bekorga chiqib ketadi. Shunda bu payg'ambar quyoshga qarab turib, botib ketayotgan quyoshga qarab turib, innaki ma'muratun va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, buyurilgansan botishlikka. Men ham ma'murman shu jangni qilishlikka. Allohumma hbisha alayna. Parvardigor uni biz uchun to'xtatib bergin dedi. Va Alloh taolo mana shu payg'ambarning duosini ijobat qildi, quyosh botmay to'xtab turdi. To shaharni egallab, tamomiy mana shu payg'ambarning qo'l ostiga, qo'l hukmiga o'tguniga qadar quyosh botmay turdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta quyosh biron bir kimsa uchun to'xtatilgan emas, faqatgina Yusha uchun Baytul Maqdis tomonga qarab yurgan kunlarda to'xtatilgan dedi. Shunday qilib Alloh taoloning mo'jizasi bilan bu payg'ambar shaharni qo'lga kiritdi. Endi siz bilan bizni shariatimizda jangda tushgan o'ljalar halol qilindi. Ammo avvalgi ummatlarda janglarda tushgan o'ljalar, ular to'plagan, ularning qo'liga tushgan o'lja bir olov kelar edi, uni kuydirib tashlardi. Bu payg'ambarning shariatida ham mana shunday edi. G'animalarni to'plashdi, birortasiga halolmas olishlik, uni o'rtaga olib kelib qo'yishadi, Alloh tomonidan bir olov keladi, kuydirib ketadi. Qobil va Hobil qissasiga qaraydigan bo'lsak, birodarlar, ikkala aka-ukaga qurbonlik qilishlik buyurilgan edi. Ikkala aka-uka qurbonlikni olib kelib qo'ydi. Ukasi Hobilning qurbonligini bir olov kelib kuydirib yo'q qildi, Qobilnikini esa kuydirmadi. Mana shu hasadi sababli ukasini qatl qilgan edi. Demak, avvalgi ummatlarda mana shu o't kelib kuydirib ketar edi, o'ljasini yoki qurbonligini. Ular g'animalarni to'plab qo'yishdi, o't kuydirib yeb ketishligi uchun, ammo biror narsani o't kuydirmadi, o't tegmadi. Shunda payg'ambar ularga qarab, infikum ghalulan falyubayni kullu min kulli qabilatin rajulun. Ichingizda g'animadan o'g'irlagan odamlar bor ekan. Har bir qabiladan bitta odam kelib menga bay'at bersin dedi. Shunda qavmlardan ana shu har bitta qabiladan bitta odam keldida payg'ambarning qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ana shu bay'at bergan kishilardan bittasini qo'li bu nabiyning qo'liga yopishib qoldi.
Faqol fikum g'ulul. O'g'ri sizlardan ekan dedi. G'animani o'g'irlab olgan odam sizlardan ekan. Faltuba ya'ni qabilatuk. Sizni qabilangiz dedi, qo'li yopishib qo'ygan odamga hammasi kelib menga bayat bersin dedi. Shunday qilib mana shu hozir qo'li yopishib qo'ygan kishining qabilasidan bo'lgan hamma kelib Nabiyning qo'liga qo'lini qo'yib bayat berdi. Falaziqat yadu rajulayni aw thalathatin bi yadihi. Faqal fikumul ghulul. Ikkita yoki uchta odamning qo'li payg'ambarning qo'liga kelib yopishib qoldi. O'g'irlik sizlarda ekan dedi. Sizlar o'g'irlabsizlar g'animadan dedi. Shunda ana shu o'g'irlik qilgan kishilar sigirni boshida keladigan bir bosh oltinni olib yerga qo'yishdi. Fawaza'uha faja'atin nar fakalatha. Ana shu oltinni ham olib kelib qo'yganlaridan keyin olov keldida bu g'animalarning hammasini kuydirib tashladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Summa ahallallohu lanal ghanaima va ra'a dha'fana va ajzana fa ahallaha lana." So'ngra Alloh taolo bizlarga dedi payg'ambarimiz ummati Muhammadga g'animalarni halol qildi. Bizning zaifligimiz va ojizligimizni ko'rib g'animalarni bizga halol qildi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ummatidan boshqa hamma ummatlarga jangda tushgan o'ljalar halol bo'lgan emas. Endi bundan qanday xulosalar olinadi? Hadisda avvalida quloqlarga bir ajib tuyulgan bo'lsa kerak. Uylanib, nikohlanib, lekin ayoliga yaqinlik qilmagan, tom solib, hali yopib tugatmagan, hayvon sotib olgan, tug'ishini kutib turgan odam menga erchimasin dedi. Nima uchun? Chunki Alloh uchun qilinadigan bu jangda, Alloh uchun qilinayotgan ibodatda insonni chalg'itadigan ishlar bo'lmasligi kerak. Yo bitmagan uy kallada bo'lmasligi kerak g'ami. Hayvonni nima bo'ldi ekan deb turib, g'am bilan turadigan bo'lsa, inson ibodatni xolis qila olmaydi, birodarlar. Payg'ambar o'zini qavmini qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerakligini mana shu so'zi bilan bayon qildi. Demak, Alloh taoloning ibodatida inson turganda qalbi, hayoli, fikri chalg'imasligi kerak. Ha, unda tomda putkizmasdan turib namoz o'qish kerak emas ekanda degan xulosa kelmasin. Aksincha, musulmon odam agar qalbini Allohga topshirsa, Alloh taolo hamma g'am tashvishini zimmasiga olishini va'da bergan. Alloh aytadi: "Ya ibn Adam, tafarrug ibadati." Siz bilan bizga aytayapti: "Ey odam bolasi, qalbingni menga bo'shat. Qalbingni menga bo'shat, ko'ksingga rozilik degan boylikni beraman. Qo'lingga barakot beraman. Agar unday qilmaydigan bo'lsang, qalbingga norozilik beraman. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman." Hech qachon bir ikki olmaydi bu odam. Qalbni Allohga topshirsak, bitta g'am, Allohning qulchiligini zo'r qilishlik g'amini zimmamizga olsak, boshqa hamma g'amimizni Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga oladi. Ayyub alayhisalomni eslamaymizmi? Hamma yo'qolib qo'ydi Alloh taolo. 7 ta o'g'il, 7 ta qizini. Hamma xotinlari ketib qoldi bittadan tashqari. Alloh taolo sog'ligini olib qo'ydi, hurmatini olib qo'ydi. G'am Alloh bo'ldi. Ketib qoldi pulim, qana qilib sog' bo'laman, qana qilsa men hurmatimni topaman deb bo'ladi, birortasini g'am qilmadi. Tili faqat zikrda bo'ldi. 18 yil xotini ko'tarib yurdi. Biror marta bu narsani tashvishini qilmadi. Endi Alloh taoloning marhamati qanday bo'ldi? Hamma g'amini Alloh o'zining zimmasiga oldi. O'rko'z berishlik, oyog'ini yerga urdi, suv chiqdi. Hada muhtasalun baridun va sharob. Bu ichiladigan va yuviniladigan suv dedi. Ichdi, ichidagi dardi ketdi. Yuvindi, ustidagi dardi ketdi. Va Alloh taolo u kishining ustiga boyligini qarang, qana qaytarib berdi. Rijli jarot. Chigitgani ko'rgansizlar, osmon to'ldirib tushdi. Ana shu bir dunyo chigitga keldi, yerga hammasi to'kildi. Har bittasi oltindan edi. Oltinni shuni yig'ib oldi, boyligi ham, sog'ligi ham, yoshligi ham, hurmati ham bir vaqtda qaytdi. Ukalar, Allohning g'amini birinchi o'ringa qo'yaylik-da, ishonaveringlar. Qolgan g'aminglar Alloh taoloning zimmasiga bo'ladi. Payg'ambar shuni deyapti. Allohning g'ami bilan, Allohning ibodatini, qulchiligini g'ami bilan yur. Alloh taolo g'alaba beradi har bir holatda. Birodarlar, siz bilan bizni ustimizda qanday bir buyruq va qaytarg'ilarni bilishimiz lozim bo'lsa, shariatimiz siz bilan bizga bildirildi. Har bitta nafs o'zi uchun taqdirda peshonasida yozilgan narsadan oshiqcha narsani olmaydi, kamini ham olmaydi.
Peshanasiga yozilgan narsani hammasini ko'rmagunicha ajali kelmaydi. Ammo inson peshanasiga yozilgan narsani olishligi o'zini ozgina harakatiga bog'liq. Ozgina harakatiga bog'liq va Alloh taoloning doimiy toatida turishiga bog'liq. Ozgina mehnat qilamiz, Allohning qulchiligini zo'r qilamiz, g'am qilmaymiz. Bir Allohning valilaridan o'zini qilgan nasihati bor ekan, o'zini o'g'liga qilgan nasihati taqvo deydi bu kishi. 3 ta narsada ko'rinadi. Diqqat qilaylik. Kelmagan narsani chiroyli tavakkul bilan kutish. Orzu qilyapsiz, yetay deyapsiz, boray olay deyapsiz, g'am qilyapsiz. Kelmagan narsani tavakkalga topshirib qo'yishlik bilan. Tavakkal Alloh beradi. Bu yo'q Allohga tavakkal. Kelgan narsaga rozilik bilan qabul qilinsa. Keladigan narsaga tavakkal qilish, kelgan narsaga rozi bo'lish, o'tib ketgan narsaga sabr qilish. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, qaysi holatda tong ottiraman, menga farqi yo'q deydi. Menga yoqadigan holat bo'ladimi, yoqmaydigan holat bo'ladimi, farqi yo'q deydi. Chunki men bilmayman-da, men uchun yaxshilik menga yoqadigan kundami yoki menga yoqmaydigan kundami? Uni kim biladi? Demak, birinchi olinadigan xulosa, Allohning qulchiligini qilayotgan odam qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Ikkinchidan, avvalgi ummatlarning barchalariga g'anima halol bo'lmagan edi. Ularning g'animalarini o't kelib kuydirib ketar edi. Ikkinchidan, Alloh taolo faqat pokiza narsani qabul qiladi, birodarlar. Mana boyagi g'anima tushdi, halol edi. Lekin ikkita odam o'g'irlashligi bilan harom bo'ldi. Bu qurbonlikni Alloh qabul qilmadi. Shuning uchun aroqdan topib berilgan zakot ish emas. Sutxonlikka pul berib sadaqa qilayotgan odamning sadaqasi sadaqa emas. Nima deylar? Deyapti, aroq magasida sotayotgan ayol. Nimasi harom aroq deyapti. Biz bu pulidan zakot beramiz haliyle deyapti. Shuning uchun biz qilayotgan ibodatimiz, mana shunday bir moliy ibodatlarimiz, zakotimiz, sadaqamiz, qaraylik. Agar harom aralashgan bo'lsa, Alloh taolo bu zakotni, bu sadaqani qabul qilmaydi. To'rtinchidan, ummati Muhammadning zaifligini ko'rib, ojizligini ko'rib, Alloh taolo bu ummatga g'animalarni halol qilib berdi. Darsimizga nihoyasimiz, Alloh taolo aytadi: "Tafarrag li ibadati." Ey odam bolasi, qalbingni meni ibodatimga bo'shatib qo'y. Ko'ksingga rozilikni beraman, qo'lingga barakotni beraman. Agar shunday qilmasang, norozilik bo'ladi mana bu joyda. Qo'li umrining oxirigacha ish bilan ovora bo'ladi, lekin hayotidan bir xotirjamlik topmaydi. Alloh subhanahu va taolo qalbini faqat uning ibodatiga xoli qiladigan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.